Bu darsda biz present perfect haqida gaplashamiz. Present perfect hozirgi tugallangan zamon hisoblanadi. Ya'ni hozirdan oldin tugagan, lekin natijasi ko'z o'ngimizda bo'lgan ish harakatlarga nisbatan ishlatiladi. Present perfectni biz qanday yasaymiz? Present perfectni yasalishiga to'xtaladigan bo'lsak, present perfectda birinchi subject, undan keyin have, has plus past participles ishlatiladi, ya'ni noto'g'ri fe'llar jadvalidagi verb 3, ya'ni 3-ro'yxatdagi fe'llarni ishlatamiz. Yoki to'g'ri fe'l bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri fe'lga nisbatan biz ed qo'shimchasini qo'shamiz. Have is for I, you, we, they va ko'plikka nisbatan ishlatiladi. His is for he, she, it va birlikka nisbatan ishlatiladi. Demak, present perfect qanaqa zamon? Present perfect tugallangan zamon, lekin biz asosan bu zamonni qanaqa ish harakatlarga nisbatan ishlab natijasini ko'rsatish uchun, ya'ni bironta bir ish harakat o'tgan zamonda tugagan, lekin natijasi hozir ko'z o'ngimizda. Masalan, men 25 ta kitob o'qiganman. Qachon, qayerda, qaysi paytda o'qiganim emas, o'sha narsani o'qib qo'yganim, tugatganim asosiy ma'no mazmun hisoblanadi. Ya'ni natijaga nisbatan urg'u beramiz. Use it when exact time of action is not important. Ya'ni bunda qaysi paytda tugagani muhim emas bo'lganda present perfectdan foydalanamiz. I have visited Paris. Men Parijga tashrif buyurganman. Ya'ni buyurganman. Bo'ldi, qachon, qaysi paytda emas, natijaga urg'u berishda present perfectdan foydalanamiz. It is perfect for talking about things you have or you haven't done in your life. Ya'ni hayotingiz davomida qilgan va qilmagan narsalaringizga nisbatan ishlatamiz present perfect. Va present perfect ko'pincha savol gaplarda ever va inkor gaplarda never ishlatiladi. Demak, have you ever been to London? Qachondir Londonda bo'lganmisiz? I have never been to London. Men hech qachon Londonda bo'lmaganman kabi misollarni keltirishimiz mumkin. Think of movie or book character. Ya'ni I have watched a lot of movies in my life. Hayotimda ko'p kinolar ko'rganman deb, ya'ni kinolar haqida bu yerda natijasiga urg'u berishimiz mumkin. Present perfectda biz ko'pincha for va sincedan foydalanamiz vaqt ravshlari sifatida. For ya'ni davom etayotgan vaqtni, qancha vaqtda davom etayotganligini ifodalashda ishlatilsa, since qancha, ya'ni aniq bir boshlangan nuqtani ifodalaydi. For example, I have learning English for 20 years. Yoki bo'lmasa, I have learned English since 2020 kabi misollar keltirishimiz mumkin. Demak, talk about actions happened very recently. Yaqinda sodir bo'lgan ish harakatlarga nisbatan ishlatganimizda yoki often used just, already, yet kabi ma'nolar bilan ishlatiladi. I have just finished my coffee. Present perfect bilan past simple'da asosiy farqiga to'xtaladigan bo'lsak, present perfectning natijaga urg'u bersa, past simple'da vaqtga nisbatan urg'u beriladi. I visited Rome in 2019. I have visited Rome. Ya'ni birinchi gapda misol uchun ko'rishingiz mumkin. 2019-yilda Romga tashrif buyurdim. Bu tugallangan. Asosiy 2009-yilda tashrif buyurgan va vaqtga urg'u berilyapti. I have visited Rome. Romga tashrif buyurganman singari farqlashimiz mumkin. Ya'ni present perfect tugallangan ish harakatlarga nisbatan ishlatilar ekan. Thank you for your attention.